alaykum aziz obunachilar. Biz do'konga toza kelgan tovarlarimizni obzor etib beracakman bir qator. Bizlar shunday xushro'y mazza turadigan duvoykalarımizdan kelgan. Bularning yakasi shunday Swarovski qoshlar bilan ishlangan. Rasvetkalari har xillaridan kelgan. Galib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bahosi 95 ming so'mdan ishtonlari bilan dim xushro'y turadi kelganlaringizda. Keyin razmeri kattaroq keladigan zo'r turadi. Bu narsamizni avval ham sotganmiz, yana povtorak keltirdik. Bahosini 100 ming so'mdan chiqardik. Materiali mramor bilan. Razmerlari standart 54 gigalargacha pulni bo'ladi. Har xil rasvetkalarida bor bo'ladi. Keyin ben tarafda yangi modelda mening duvoykalarimizdan ham kelgan. Mana elde shuning 3 burchak bo'ladi. Dim xushro'y narsa, ham giyganingizda dim cho'tki turadi. O'sha 4 xil rasvetkasidan kelgan. Keyin ben tarafda hozirgi trendda turgan duvoykalarimizdan mening xillaridan ham kelgan. O'zini shuning biserlari bo'ladi. Dim xushro'y turadi giyganingizda. Mana rasvetkalari bor. Qizil, yashil, qora, sori har xil rasvetkalardan kelgan. Kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Mana bahosi 115 ming so'mdan chiqarilgan. Bu duvoykamizning bahosini aytmoqman. Bularimiz 110 ming so'mdan chiqarilgan bahosi. Keyin 105 ming so'mdan qizlarimizga, gelinlarimizga bo'ladi. Shuning duvoykalarimizdan ham kelgan. Bularning qoshlari qoqib ishlangan. Dim xushro'y turadi giyganingizda. O'shada 4 xilmi, 3 xilmi rasvetkalaridan kelgan. Keyin ben tarafda 120 ming so'mdan mening duvoykalarimizdan kelgan. Bularning razmerlari dim zo'r turadi. 54 gigalargacha pulni bo'ladi razmeri. Har xil rasvetkalarida kelgan. Bahosi 120 ming so'mdan chiqarildi. Keyin benda 110 ming so'mdan dim xushro'y turadi. Mening duvoykamizdan kelgan. Yenglarini qarang, xushro'y etib ishlangan. Qoshlari qoqib ishlangan. Dökülüp qolgan narsa emas. Hazzab kiysizlar. Bahorda, Navro'z bayramida, oldimizdagi hayit bayramlarida hazzab kiyib bilasizlar bu narsani. Dim xushro'y turadi kiyganlaringizda. Keyin ben tarafimizda mening 95 ming so'mdan qo'yilgan mramor materialli duvoykamizdan kelgan. Mana svetlar ham har xillaridan bor. Kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bular razmerli 46 dan 52 gigalargacha bo'ladi. Bahosi 95 ming so'mdan. Aziz obunachilarimiz, keyin ben tarafimizda koreyskiy duvoykalarimizdan kelgan. Bularning altlari har xil qoshlar bilan ishlangan. O'zlaringiz kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Material ham koreyskiy bo'lib, bular 130 ming so'mdan chiqarildi baholari. Rasvetkalar shunday rasvetkalar degan. Keyin benda go'nak ishtonlarimizdan bor. Allarida shunday sepichkalari bo'ladi o'zini. Bularning bahosi 130 mingdan chiqarilgan. Razmerlari 56-54 gigagalarimiz ham pulni bo'ladi. Har xil shunday xushro'y rasvetkalaridan bor. Bahosi 130 mingdan bo'ladi. Keyin bu Ramazonda hayit bayramlarida giymakizga shunday xushro'y shoyi go'naklarimizdan ham kiyamiz. Bularning bahosi 130 mingdan. Shudagi 4 xil rasvetkasidan kelgan. Razmerlari 52-54 gigalar ham pulni bo'ladi. Keyin benda uzun giyaman dedi akalarimiz uchun. Ala shunday xushro'y shoylar bilan ishlangan materiali mramor. Qo'l ishlari bo'ladi bular. Shunday xushro'y qoshlar qoqilib ishlangan. Bahosi 105 ming so'mdan keldi. Uzungina zo'r bo'lib turadi. Ishtonlar ham bor bularning. Rasvetkasini kelsak qizil, yashil, qora rasvetkalaridan bor. Keyin ben tarafimizda 110 ming so'mdan xushro'y adresli go'naklarimizdan bor. Bularning materiali mramor. Qoshlari shuning atib etilgan bularni. Bu apparatda bosilgan qosh, bular tanapanada tushmaydi. Har xil rasvetkalaridan banda. O'zlaringiz kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bahosi 110 ming so'mdan bularning. Razmerlari 54 gigalargacha bo'ladi. Keyin benda 90 ming so'mdan mening shoyi go'naklarimizdan ham bor. Bularni shoy emas xillaridan ham sotganmiz. Hozir endi sezonli bo'lgani uchun shoylaridan ham keldik. Bahosi 90 ming so'mdan. Keyin markiza go'nakimizni yaxshi ko'radi akalarimiz. Mening markizalarimizdan ham keldik. Oversize modada turadi. Razmeri 54 largacha bo'ladi. Qo'l ishlari bilan atilgan. Buning rasvetkalari har xillaridan bor. Kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Keyin yosh jajji qizlarimiz ham, gelinlarimiz ham olib turgan go'nakimizni mramor xillasidan keldi. Bularning bahosi 80 ming so'mdan chiqarildi. Shunday har xil xushro'y rasvetkalarida bor. Altlari qo'l ishi bilan ishlangan. Tushib qoladigan emas, hammasi birma-bir tikib chiqilgan bularni. Dim xushro'y bo'lib turadi giyganlaringizda. Keyin ben tarafimizda markizda duvoykamizdan ham bor. Bundan bize hamma vaqtidamiz yana tekrar oldistirdik. Bu narsaning o'zining klientlari bor. Shuning qoshlar bilan ishlangan materiali markiza. Bular razmerli bo'ladi. 54 bor razmerlari. Rasvetkalari shurda har xil rasvetkalaridan bor. Mayda gulli, xushro'y rasvetkalaridan bor.
Aziz obunachilarimiz, ben tarafda markaziy dvoykalarimizni sizlar uchun to'xlab ko'pmiz. Bular ham tozalagan, hozirgi modadagi narsalar. Bular zburga ishlangan, dumxo'rshroq duradi. Homilador apkalarimiz ham, gelinlarimiz ham, razmeri kattaroq apkalarimiz ham polni bo'ladi. Bular 56 gigalargacha razmeri keladi. Bular bahasi 140 ming so'mdan chiqarilgan. Keyin banda boshqacha variantlaridan ham bor. Bular qo'l ishlari bilan ishlangan. Razmerlari 56 gigalargacha bo'ladi. Keyin banda mini rasvetkalaridan ham bor. Bularning bahasi 140 ming so'mdan chiqarilgan. Keyin banda bu narsadan qalinroq variantini ham sotdik. Ba'zi yupqaroqi 130 ming so'mdan chiqarildi bahasi. Pastlari shunday setkalar bilan ishlangan. Kiyganingizda dumxo'rshroq duradi, akkuratli narsa. Kilotlar ham kiyingan. Har xil rasvetkalari bor. Buni o'zlaringizga olib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bahasi 130 ming so'mdan chiqarildi. Materiali markaziy razmeri 56 gacha keladi. Keyin 120 ming so'mdan meni xo'shroq dvoykamizdan keyin mana hijobli apkalarimiz ham orqani bostiradi, dumxo'rshroq bo'lib turadi. Bo'ylar ham uzun-uzun keyin, yenglar ham uzun. Materiali markaziy bularni. Bahasi 120 ming so'mdan chiqarilgan. Banda meni rasvetkalaridan bor. Keyin yangi modellarimizdan bellarida gullari bor. Bahasi 130 ming so'mdan chiqarilgan. Bularning materiali markaziy. Yenglari xo'shroq bo'lib turadi. Rasvetkalar har xillaridan bor bu narsani men kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Keyin bu narsamiz o'sha ban tarafda ko'rsatganimizdan salgina qalinroq. Hozirgi havo kiymaga dumzo'r. Markizani hib xilisi. Hazab kiysizlar. Bularning bahasi 130 ming so'mdan. Keyin ban tarafda mini narsalarimizdan ham bor. Yoqali variantda. Bularning bahasi 130 ming so'mdan. Bu hib markiza bularning materiali. Bular razmerli 56-58 razmerlari ham bor bularning. Keyin 160 ming so'mdan Bolshevik giyada apkalarimiz, bu ne dvoykalarimizdan bor. Bu 62-64 giga razmerlar ham polni bo'ladi. Kilotlar ham keng ishlangan. Bahasi 160 ming so'mdan chiqarildi. Shuda har xil rasvetkasidan bor bularni ham kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Keyin 130 ming so'mdan bularning materiali mramor, garoshka fasonda keyin qoshlari qoqib ishlangan bularni o'zlaringizga olib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bular razmerli 54-56 gigalar ham razmerlari bor. Qatarimizda yangi ko'rsatgan 130likimizni qalinroq variantidan bir donasi qoldi. Bularning bahasi 200 mingdan, bularning materiali qalinroq bo'ladi. Keyin 250 ming so'mdan bu dvoykamizdan biz yana poftor oldirib turibmiz. Buni apkalarimiz sevib oladi. Qoshlari Swarovski qoshlar bilan ishlangan, materiali dumzo'r. Bular koreyskiy material. 250 ming so'mdan bahasi, razmerlari 58 gacha bor. Keyin tozaga modellarimizdan mini variantlar ham keyin. Bular ham turistik hib materiali. Qoshlar bilan ishlangan etaklari, orqalaridan mayzi qoshlari bor. Kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Bahasi 190 ming so'mdan. Har xil rasvetkalari bor, qora rasvetkalari ham bor bularni. Keyin koreyskiy narsamizdan bu mening go'nakimiz ham keyin. Bu narsa materiali dumzo'r, tanangizga shunday yoqadi. Qoshlar ham shunday xo'shroq ishlangan, tushib qoladi emas. Har xil qoshli variantlaridan bor. O'zlaringizga olib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Razmerlari bular razmerli bo'ladi ekan. 54 gigalargacha polni bo'ladi. Har xil rasvetkasi bor bularning. Keyin markaza mening go'nak dvoykalarimizdan ham kelgan. Bularning bahasi 170 ming so'mdan chiqarildi. Rasvetkalari bor bularning. Keyin banda 190 ming so'mdan Bolshevik giyada apkalarimiz uchun markaza dvoykalarimizdan kelgan Tigroni xlatishdan bular. Buni naturalkasini ham sotganmiz. Shu fasonda Bogati duradon narsa giyib ko'rgan apkalarimiz biladi. Bogati duradon bular. Bularning bahasi 190 ming so'mdan chiqarildi. Keyin 150 ming so'mdan mini dvoykalarimizdan ham bor. Buni отдельный обзор ham etib berdik. Ujumidan 2 donasi qoldi. Yenglari mening zburga berilib turadi. Kilotlarida o'zining kisalari bor. Kilotlar ham keng yubka fasonda ishlangan. Bahasi 150 ming so'mdan chiqarildi. Bizda keyin Bolshevik dvoykalarimizdan turibdi. Bulardan bir dona qoldi o'zi. Keyin banda naturalkalarimiz, o'sha bulardan ham sanog'i oz qolgan, kelib kiyib ko'rib olishlaringiz mumkin. Keyin aziz obunachilarimiz, bizlardan shuda 100 ming so'mlik dvoykalarimizdan haligacha bor, lekin sonlar o'sha oz qolgan. Har qasidan bir dona, 2 donadan qolgan. Hammangizni kutib qolamiz. Bularning bahasi shu aytganimizdek 100 ming so'mdan aytib beramiz. Shu xatardagi xohlagan dvoykalaringizni. Keyin bu xatardagi bu dvoykalarimizni esa hammasini 130 ming so'mdan aytib beramiz. Bu yerda 180, 150, 220, 190 sotilgan dvoykalarimizdan ham bor. Razmerlari oz. 2dan 1dan qolgan narsalarimiz ham bor. Mening qolgan variantlarimiz ham bor.
Bir de markizalarımız ham bor. Bir dana, iki dana qolgan. Hammangizni do'konimizda kutamiz. Bularning hammasini 130 ming so'mdan aytib beriladi.